Yaxshiyam shu qishloqqa kelibman. Bu yerda mazza qilib yashayapman. Hozir qayerdadir birorta normalroq joy qilib olsam, elektr toki bor joydan keyin mazza qilib yashasam bo'ladi. O, mana bu yerda meni joyim bor edi aytgancha. Da, mana shu yerda yashayman endi. Ertalab bo'lib ketibdi-ku, namcha uxlab qolaveraman o'zi. Yaxshi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Siz yo'qamisiz? Albatta shunaqa. Siz elektr energiyasidan qarzdorligingiz bor, o'shani to'lab qo'ying. Qancha qarzdorligim bor ekan? $50. O'shani to'lashga, ya'ni olib ketishga kelgandim. To'xtang, men uncha pul ishlatganim yo'q-ku. Pulni tayyorlab turing, men keyinroq kelaman. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan yana Joe Havasli yangi videodasiz. Albatta bu kimligini tanimadim to'g'risi. Bu kim, qanaqa elektr tokini $50 qarzim bo'lar? Axir men ishlatayotganim yo'q-ku. Qanaqasiga? Tushunmadim. Mayli. Qarochi videoni oxirigacha ko'ringlar va kanalga tez obuna bo'linglar va biz hozir hammasini aniqlashtiramiz. Qarochi hozir birinchi o'rinda nimadir qilishni o'ylab ko'rish kerak. Menimcha polizda ishlasam kerak. Ketmonim qaniydi? Mana bu yoqda toporim bilan aytgancha tapor emas, tapor bilan kirkam yo'qolib, tushunmadim. Bu Minecraftning baglari to'g'risini aytsam, jonimga tegib ketdi boru. Minecraft rostakasin bug bo'lyapti nimagadir. Obbo, shu yetmay turuvdi. Mayli, hozir bu yerdagi poliz ekinlarini tezroq yig'ishtirib olsam, keyin janob merga borib aytib kelishim kerak. Jedil, nima gap? Nima urasan? Meni polizimni oldiga kelib qorovullik qilib o'tirmada shu uchun. Aytgancha janob merga aytishim kerak, nima deyotganim, qarochi. Nimaga aynan meni elektr tokimda $50 qarz bo'lishi mumkin? Bor yo'g'i $1 yoki $2 elektr sarflayman. Svetim faqat yonib turadi. Men asosan televizor ko'rmayman yoki faqat telefonimni zaryadlashim mumkin. Bo'ldi, boshqa hech narsa qilmayman, lekin bilmayman qayerdan buncha pul ketyapti. Tushunmayapman. Mayli, hozir bir amallab mana bu yerlarni, ekinlarni sozlab yorsam, menimcha hammasi cho'tga. Ana endi soliq ham to'lashim kerak edi, adashmasam bugun. Soliqni ham olib borib janob merga topshiraman birato'la yoki topshirmayman, bilmadim. Xullas, soliqni o'tgan marta to'laganmidim yoki yo'qmi esimda yo'q, to'g'risini aytsam, hozir eslashga harakat qilaman, lekin mana bu yerga qaytarib ekib chiqish kerak. Sizlarga bitta savolim bor, ya'ni sizlar bir kunda elektr tokidan qancha foydalanasizlar? Ya'ni telefonlaringizni zaryadga qo'yasizlarmi yoki kompyuter bormi sizlarda yoki televizor ko'rasizlarmi? Shuni albatta kommentariy yozib qoldiringlar. Hamma bir-birinikini bir-biriga aytsin. Juda ham qiziq o'yin bo'ladi menimcha. Tabiatga tashavoramiz. Va xolos ela, stop, bu yerda daraxt yo'q edi-ku. Qayerdan keldi bu daraxt? Tushunmadim. Bu yerda ochgandim hozir. Obbo, yaramas. Nimaga shunaqa bo'lib qolayra hayronman. Hozir mayli, soliqni keyingi marta qo'shib to'layveraman. Hozir janob mer, men soat qanaqasi 2 ta bo'lib qoldimi? Menga вообще tushunmayapman, to'g'risini aytsam, bu yerda turib tursin shu yoqda. Tak, janob mer yoniga borib kelishim kerak. Hozir janob merdan so'rashim kerak. Bu yerda hech qanaqa daraxt yo'q edi. Qayerdan daraxt paydo bo'lib qoldi ekan? Janob merdan aytib kelayin hozir. Xo'sh, yo'q, janob merdan aytib kelmayman. Avval borib janob merdan so'rashim kerak. Janob merdan so'rayman. Bu yerda narsalar bor-da. Silada bo'lsa bu yerda mashina tushirgandim, ya'ni BMW. Qochib turay, uzoqda o'ynash. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum assalom. Jo'xa, nima gap? Qarochi, uyimning yonida daraxt yo'q edi, kimdir ekib ketibdi. Kim ekib ketadi? Bilmadim, o'shani sizdan so'ragani kelgandim. Bilmasam, kimdir ekib ketgandir. O'sha kimligiga hayronman. Men bu yerda daraxt ekishni xohlamayman, chunki tekis joy bo'lib tursa quyosh nuri yaxshi tushadi. Bilmadim. Balki tekshirib ko'rish kerakdir. Juda ham yaxshi bo'lardi agar tekshirib ko'rish kerak bo'lsa. Undan o'zing tekshira qol. Bo'pti, mayli, o'zim tekshirish kerak bo'lsa o'zim tekshiraman. Jetellar, qochlaring bu yoqda ko'chada hamma yig'ilib olma. Bularga umuman gapirganda foydasi yo'q shekilli. Hammasi bitta joyda yig'ilib olgan. Hozir polizim sirazu o'sishni boshlabdi, qaranglar. Mana bu daraxtni hozir chopib tashlayman. Kerak emas menga. Bunaqa polizimga soya qilib turadi. Ko'ryapsizlarmi? Quyosh nurini o'tkazmaydi. Bu yer to'g'rilandi aytgancha. Minecraft bug to'g'rilanib bordi. Hozir esa taporda olaman va borib daraxtni chopib yo'q qilib bu yerda noto'g'ri turibdi, yo'q qilish kerak albatta. Xo'sh, ana endi qaytarib mana bu daraxtni yo'q qilib yuborsam, cho'tki bo'ladi. Bu gapni men nimagadir 2 marta aytdim, bilmasam. Stop. Bu yerda qanaqa bunaqa tosh blok qo'yib ketishgan? Asfaltchilar nima, noto'g'ri ishlashganmi? Tushunman. Buni to'xtanglar, buni to'g'rilab yorish kerak. Mana bunaqangi oddiy shag'al qo'yish kerak. Lekin buni olish uchun menda kirk yo'q-ku. Hozir tapor bilan olish kerak. Eshikmi bu hali? Vatta, bu yerda nima bor, tushunmadim. Qanaqadir g'ormi, nima balo?
Buni janob merga aytish kerak. To'xtanglar, janob merga aytmasam bo'lmaydi. Daraxtni joyiga qaytarib qo'yib qo'yay. Tak hozir bu yoqqa o'tib turib, mana va mana takoy shunaqa turib tursin. Hozir janob merni chaqirib kelaman. Bu yerda nimadir g'alati. Janob merga aytmasam bo'lmaydi. Agar nimadir sirli narsa bo'ladigan bo'lsa, javob berishimga to'g'ri kelib qolishi mumkin. Axir daraxtni kesib tashladimi? Allo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kim bu? Hazlashdim. Hazlashib o'tirish kerak orada. Bu bilmayman kimdi. Nomeri shunchaki notanish raqamga terib turib a'lo deyapman. Yana ham bilmadim kim bo'lsa ham mayli. Hozir tak eshik ochilmaganini qaranglar. Ochil, eshik nimaga ochilmaysan? Bo'ldi, все, hozir borib janob merda aytib kelaman. O'zi ham keladi menimcha janob merni ko'rish uchun. Chunki meni gapimga juda ham ishonmaydi, doim ishonmaydi janob mer. Oho, qishloqda yetkazlar yomon ko'payib ketibdi. Bularni yo'q qilish kerak. Janob mer, Nima gap Jo'xa? mana ana uyimning yonidagi daraxtning tagida qanaqadir g'or bor ekan. Qanaqa g'or? Bilmayman, chuqur bor ekan. Mana tomoshabinlarni qarang. Indamay turadi. Qanaqa g'or? Yuring ko'raylik, o'shani sizga ko'rsatmoqchi edim. Yur, mayli ko'ramiz, davay. To'xtang, men ham chiqib olay. Eshigingizni yopib yuboray. Tezroq yur, vaqtimiz yo'q, meni ishlarim bor. Men bu yoqdan qisqartirib chiqayapman yo'lda. Qisqartirasanmi, qisqartirmaysanmi, tez kel. Mana keng qarang. Mana bu yerda eshik bor ekan, qarang. Nima bor ekan, tushib ko'rchi? Tushib ko'raymi? Sen tushasan, men tushmayman, to'g'rimi? Men qari xonimga qanday tushishim mumkin? Sen tushib ko'r. Men mayli, hozir tushishga harakat qilaman, to'xtab turing. Tush tez, tagida suv bor ekan, qo'rqma. Asta tushasan. Men ketdim, qarochi borib keyin aytasan menga arag'ini nima bo'lganini. Qani, bu yerda qanaqadir joy bor ekan, janob mer. Men ketdim. Mayli, ketsangiz ketavering. Bu yerda eshik bor ekan, qanaqadir tushunmadim. Nimaga ochilmayapti bu eshik? Tak, yelkam bilan ursam ochilarmikan? Tak, bo'ldi. What? Tushunmadim. Bu yerda qanaqadir g'alati kabelmi? Sim. Tushundim. Bu yerda kompyuterlar. Men endi tushundim bu yerda nima bo'layotganini. U qurol va bu yerda bir nechta bu nima edi? Video kamera. Qanaqa video kamera? Narvonlar. Demak, men svetim nimaga $50 pul ishlayotganini endi tushundim. Bu yerda kimdir yashab turib, men elektr tokimdan foydalanyapti. Mana sim orqali elektr tokini olib kelib. Nimadir nito deb aytdim, o'zim menimcha elektr tok sarflamasdim. Tepadan qanaqa qilib olib kirib kelgan bilmadim. Tak, hozir bu yerdan rasmga olib qo'yayda. Men buni politsiyachilarga ko'rsatishim kerak. Ya'ni svet elektr energiyasini odami bor, o'sha bilan politsiyachini ham chaqiraman. Bu yerda kim yashashini aniqlash kerak axir. Tak, hozir bu yerda ham rasmga olaman. Tak, bu yerda ham bitta rasm bo'ldi, все. Endi narvonlarni qo'yib tepaga chiqib ketaman. Bu yerni ham rasmga olib qo'yamiz. Esdalik uchun emas, albatta, politsiyachilarga ko'rsatish uchun. Xo'p, bu yerga endi bitta narvon qo'yib chiqib ketishga harakat qilaman. Bu qanday qo'yib chiqib ketsa bo'ladi? Tak, asta qo'yib bo'lmayapti hozir tezroq qo'yil. Men chiqib ketishim kerak axir tezroq. Ikkitaga bitta qo'yib ketsam o'zi chiqsa bo'lar ekan. Tak, okey, bo'ldi. Все, chiqib oldim. Bitta yetmas. Bo'ldi, chiqdim mana. Hozir politsiya bu yerda ham rasmga olish kerak aytgancha. Tak, mana bo'ldi. Cho'tka ajoyib. Bu yerda yopib qo'yamiz va hozir politsiyachilarga telefon qilaman. Allo, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Tez 97-qishloqqa yetib keling. Men Jo'xaman. Menda muammo bor. Hozir boraman. Elektr energiyani ishchilarni ham ayting. Xo'p. Bo'ldi. Endi ular kelishini kutib turaman va kelishgandan keyin bu muammoni hal qilishga harakat qilamiz. Men esa hozir bilmadim nima qilishni o'ylab ko'rganim yo'q hali. Balki televizor yo'q, yaxshi video olishga harakat qilib ko'raman. Xo'sh, tak. Okey, yaxshi. Lekin videolarim nimagadir sifatsiz chiqyapti. To'xtanglar, telefon kelyapti. Menimcha ular meni kelishibdi. Assalomu alaykum. Va alaykum. Jo'xamisan? Jo'xaman, keling bu yoqda. Nima bo'lyapti? Nima muammo? Keling. Yigitcha, svet pulni qachon to'laysan? Bu yoqqa nima bor? Shu yoqqa tushinglar, o'z svet pulni ko'rsatamaslarga qayerdan buncha pul ishlaganini. Davay. Bu seri joying emasmi? Yo'q, bilmayman, kimdir shu yerni ochib ketibdi. Mana elektr toki qayerga sarflanyapti. Demak, bu yerdan sim orqali svet olib kelingan. Xuddi shunaqa. Men aytdim, $50 svetni men ishlatmaganman. To'g'ri, yigitcha ishlatish qiyin, chunki bu yigitchani faqat telefoni bor. Menda notebook ham bor. To'g'ri, lekin notebook unchalik ko'p elektr energiya sarflamaydi. To'g'ri. Nima bo'lsa ham $50 baribir to'lashing kerak. Lekin menda pul yo'q-ku, qayerdan to'layman?
Bilmadim, u sening problemang. Xullas, biz ketdik. Sen pul topib tur, men yana qaytaman. Ha, biz ketdik. Bu yerga kim yashashini aniqlagin. Siz axir politsiyachi bo'lib aniqlamaysizmi? Yo'q, o'zing aniqla. Politsiyachi aniqlash kerak, menmi? Tushunmadim. Ular qanaqa g'alati odamlar. Axir ular aniqlash kerak bo'lgan narsani menga to'nkab ketishdi. Mayli, hozir narvonlar menga nima kerak? Lekin shuncha narvon qaranglar. Hozir buni olib qo'yaman. Menga qachonlardir baribir kerak bo'lib qolsa kerak. Web kamera o'zimda tursin, rasmlarni keyinroq kimgadir ko'rsataman. Yomon uyqum kelyapti. O'zi ham juda ham ko'p video olib tashladim. Bori, endi nimadir qilib uxlab olishim kerak. Mayli, hozir to'xtanglar, qanaqadir g'alati ovozlar eshitilyapti eshikka. Mana u kim bo'ldi? Hoy, kimsan? Men Mr. Beastmi? Yo'q, shunchaki men Mr. Beastga o'xshayman. O'shaning uchun Mr. Beast deyapsan. Ha, o'xshaysanmi, o'xshamaysanmi, bu yerda nima qilyapsan? To'g'risini aytsam, sen elektr energiyangdan foydalanib stream qilaman kechalari tunda. Ha, bilinib turibdi. Demak, sen mana energiyamni o'g'irlagansan. Shunaqa desak ham bo'ladi. Iltimos, meni kechir. Yo'q, seni kechirishim uchun menga qanaqadir tovon puli to'lashing kerak. Bo'ldi, to'layman. Faqat iltimos politsiyachilarga xabar berma. O'sha politsiyachilar kelib ko'rib bo'lishdi. Meni kimligimni ham bilishdimi? Yo'q, seni bilishgani yo'q, xonangga kirib ko'rishdi. Iltimos, meni kimligimni aytma. Mana bu pullarni ol. Oho, buncha pul? Men boyman o'zi. Boymas. Qayerdan boysan? $500 beribsan-ku. Mayli, nima bo'lsa ham zato pul berdim-ku. Mayli, bu yer ham senga. Men bu yerdan qaytib ketaman, qochib ketaman. Mayli, aytmayman, qo'rqma hech kimga. Rahmat kattakon. Mana bu kalit. Bo'pti, bor endi. Bo'pti, bu yerni senga topshirdim. Qara, yaxshilab asra, lekin kompyuterimni tozalab tur. Bo'pti, bor endi. Bo'pti. Mayli dedim. Borsang tez kel, bo'lmasa otib o'ldiraman. Bo'ldi, ketaman. Faqat o'shaga politsiyachilarga aytma. Bo'pti, yur, seni kuzatib qo'yaman. Bu yerda yomon jitellar bor. Mayli. Ara, jitellar sendan so'rashsa, mehmonmi, kimdir deb aytib qo'y, iltimos. Bo'pti, aytib qo'yaman. Bor, tezroq ket. Mayli, sog' bo'l. Men ham sen ham yaxshi yetib ol demoqchi edim. Bo'ldi, qarochi, qutuldim. Voy, ayyor, men elektr tokimdan foydalanib o'tirgan ekan shuncha vaqtdan beri. Men aytdim, $50 qarz bo'lishi mumkin emas. Qayerdan $50lik svetni ishlatib qo'yaman? Bo'lmagan narsa, bu jinnini qilgan ishini qaranglar, o'g'irlab ishlatgan. Mayli, hozir damni olay undan ko'ra.